Okey, 7-8 dollarcha. Mana ko'rdinglarmi, hayotda ochiq bo'shinglar shunaqa pullar kelaveradi. To'xtanglar, men chiqaman. Hayajonlanmang, hammaga yetadi pul. 40 kilo bosibsan bacham. Nima qiluvding, to'g'risini ayt. Bitta o'tirganda nima qilganim yo'q, endi biron nima qilishim kerak edi. Dori sotganlar ham bo'ladimi, opa? Protsentga pul berganlar-chi, suxurlar. Tarozidan urganlar ham bo'ladimi, o'rgili? Menga qarang, bog'chada bolalarni rosa uramanda, keyin bolalarning haqqini uyga olib ketaman. Uyimga o'radimi? Hammasi biladi, o'rgilaylar, ana shuncha dollarlar kitobda sizlarni, sizlar deyishi. 70 kilo. Men fake akkaunt ochib, hamma mashg'ulotga yozib o'tiraman. G'iybat qilib. Menga qarang, lo'lobcha, men folbin yuramanda, u ham bo'ladimi? Kanishni biladi, ana shundaylar kerak-da. Kelinim uyini buz vordi, 3 ta bolasi bilan ko'chma-ko'cha xor bo'lib yurdi. Endi ukam onasi o'tmaganiga uylantiraman. Chiqqani bacham, sen yomon og'ir bosasan lekin. 100 kilo. Endi akam oilasini o'qitaman, ketdim. Endi apajon siz chiqing. Siz очередь sizga keldi. Yo, men chiqmayman. Men bularga o'xshagan iflosmasman. Yoshligingizda bir xatpat yozgan joylaringiz yo'qmi? Bo'lgan. Ana shunga 100 dollar beraman, kommunalka choy ziyofasiz chiqing. 10 kilo. 10 kilo. 200. Yolg'onchi bu, kazyol bu. Lo'liga ishonmalar. Apajon bu 200 ni faqatgina g'iybat qilganlar uradi-da. Siz g'iybatchani yomon bosasiz-da, terisini ayting. Bir hammada bo'ladi-da endi. 2000 dollar apajon. Sizning